Ya assalomu alaykum jamoat, mana bugun safara bilan buni Aylbaşçımız Azamat kelib, buna Shiburtda kelib ulayda tig'ilib tursak to'xtag'lar, mashinaga dag'lar, buni sazdaymiz. Buni shunday o'ylab turadi degandi, kunda ulayga tig'ilib, mana xudo qalasa jamg'ur ja'sa ham kelib ketaverasinglar deb shag'al tog' o'tatdilar. Mana yerdan shag'al chiqdi-da, shuni boshidan oyoq shag'allab qo'yildi deb shunda turamiz. Bugun kechga ishlaymiz. Shu butursak anan jilamiz, bo'lmasa jilmaymiz deb shuntib ishlayotamiz xudo qalasa. Bu joyda jamg'urda o'ylanmay kelaverasizlar. Buna o'ngda o'tadi, ana safara hozir. Buna yerdan bir shag'alni chiqardi. Azamat bilan dushoq o'tirib tashni terib turib, ular ham jon turg'iz kelmaydi hozir. Shu tashlar ko'rsalar olib o'tadilar. Mana aka. Mana aka. Azamat kelib buna Shiburtag'larga nima to'ktirib o'tadi. Ulay. Yel qiynaldida juda Azamat og'ani mana dushoq chaqirib. Men chaqirdim, men. Ha, mana men chaqirdim. Ulayni to'ktirib jolda sazlab o'tadi. Mana aka. Bu Kamaz'ni qarang bu. 30 yilda bo'lmagan narsa olib o'tadi, to'y sekin. Qo'yati, yo'qmi tushmasa jamaat. Ya hozir qarmang uni. Dushoq ham jon qo'yib mana Kamazlarni cho'g'ildi Aylbaşı. Azamat bilan Saparova mana Ulayni qarangizlar endi. Ey ana aka. Bir söz barga 10 yil oldin qaytading deb. Bular bunday ishlar mana alballar, bunday texnikalar 10 yil oldin qaytadi. Ya mana aka, mana Samasval Kamazning kelganini qarangizlar endi. Bu dangidagi jo'zni Samasval Kamaz ekan, bular ko'rib qolib chiqib kelib turib xizmat qila qo'yilib, mana ulayni tozalab o'ngdab qo'yilib, el qiynalmasin deb. Mana Kamazga tuktab turib, "Voy! Mana aka, zardalgacha shunday paravuz deb o'tadi." But shefter shu yerda hozir. Ana 30 yilda bo'lmagan bu yil bo'lib o'tadi. Bir gap bor-ku 10 yil oldin qaytading deganday. Shunday 4-5 yil oldin qaytading. Ulayga tig'ilib yurdik oldingi yillarda, o ko'p yillari. Mayli, alivan bo'lsa, jaylovchilarga yaxshi bo'lib qoladi ekan.